6,5 ming so'm savdo bo'ladi. Mana shu xolos ko'ringizlarchi. Karavan mol bozori, assalomu alaykum. Omansizlarmi? 126,5 ming so'm. Qiziyotgan yer 27 bo'lsa beriladi buyursa hozir. Karavan mol bozorindaoz. Jaqqa bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar, jonli roman. Quydi. Moshni urdi jonli. As bo'lsa mana yerni tinib qoldi, boshladik. Buqa bozor, Torpoq bozor, G'unajinlar barini sizlarga ko'rsatib beramiz. Buyursa ketdik. Ova qanchadan buqalaringiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 135 ming so'mdan boqmoqlar mana. Bir chekadan tanlab ko'rib olaverasizlar 135 ming so'mdan. Unda ashul sarini qancha suradi? 138 ga bermadi. 138 ga beriladi. Barakasini bersin. Bu boğa turgan yaxshi narsa ekan. Mana olalar qanchadan bo'ldi biladingizmi? Monalar aka? Ha. Qanchadan bo'ldi? Mana to'qol zo'r ekan. Qancha olib ketdi? 38 ga bermay. Mana avratan ulan akam bo'ladi buna qizdirib o'tadi. Va Va bitdi. 500 so'm talashib o'tadi. Mana buqa bozor. Kuchli buqalardan chiqqan angustaridan bor. O'z-o'zining joydorlardan, biroq derski bog'langanlaridan. Aka qanchada o'tasiz mana sizdanmi? Qancha pul aka? 87 ga beriladi. Etat bo'ling, etat bo'ling. 187 ming so'mga beriladi mana sari buqa. 187 ga. Akam bog'ib olib chiqibdi, dehqonchilik mana. Mana qara. Mana qara qancha olib ketdi aka? 190 ming so'm. 190 ming so'm. 190 ming so'mga berilibdi. Mana. Savdo xizmatgan yeri 190 ming so'm. Ona qancha olibdi aka? Aql aka? Bunanisi. Sotildi. 201 ming so'mga sotilibdi. Mana ko'kchip 201 ming so'mga sotilibdi. Mana ichkarida buqalar bor. Mana Angus 410 so'mdan berilayotgan yeri. 410 so'mdan berilayotadi kiloga. Biroq zo'r semirgan. Puli qancha bor? 238. 238 ming so'mga mana. Bak, kuchli buqa ketdi 238 ga. Sherzod akam oldi buyursa. O'taverasizlar qassobxonaga. Qayerda bilasizlar u qassobxonasini? Mana o Aysul aptekaning bu betida svetoforning tagida mana qassobxona bor. Bozorga tushib ketishdi. Mana Sher akam oldi. Bugun ertaga so'ylab buyursa. Mana Garatskoy Qizilqiyaning taksilari bor yerda, mana shu Burchda sotilib turgan qassobxona. Mana shu buqa cho'ng buqani etini borib olaverasizlar ertadan buyursa. Sherzod aka, Sherzod qassobning tochkasi qayerda ekan? Degan mol tashiydigan bo'lsa bo'ladi. Maşallah mana. Telefon nomerini aytib qo'ying. Ona boyag'i Angus buqavus biroq erkak semiribdi, ha? Zo'r semirgan. 410 so'mdan taroziga qo'yib ber deyishotadi. Bosh. Qancha bo'ldi aka? Puli qancha bo'ldi? Rossiyskilarimizdan. Mana da kelta hozir ko'ramiz. Qancha bo'ldi ekan mana shu? 130 g'ami? 130 ming so'mga berilyapti. 130 ga. Mana qarangizlar. Maşallah. Ona spat qarangizlar, sinmeda o'tibman spat. 241 ming so'm pul o'tirib. Mana shu eko teng spat zo'r, mana aniq vaqtda. Alato buqalardan. Atak narxi mana qashqa. Mo'yni jaqlari sapsin zo'rda. 241 ming so'mga sotilib tur eko. Barakasini bersin. Mana og'i 105, narxinisi 100 a. Maşallah, spat buqalar qiziqqanlar bo'lsa 105 ming so'm, 100 ming so'm. Qiziqqanlar mana oq biroq erkakcha zo'r ekan aka. Mana qarangizlar. Spat zo'r.
Nomerni bering aka, nomerni. Mana shu uzun narsa ekan. Nomerni bering. 71 mi? 0771 24 10 69. Qancha suradi bozor aka? 100 ga qo'yib berdi o'tatgan. Qiziqqanlar bo'lsa chalaringizlar, ekoting mana shu lakamniki. Lakam постоянный buqani bunday zinqarni oladi. Nomerni saqlab qolsangizlar dag'i yaxshi buqalar bo'lsa surab olaverasizlar. Bozoringizni bersin aka. Puli qancha olib ketdi? Hozir aka. Puli 75 ming bo'ldi. Bermeding. 75 ming so'mga. Qanchadan dodasi aka? 100 dan kami var buna buqalarni. 100 ming so'mdan kami var. Qiziqqanlar chalib surab olaverasizlar. Nomerni bering aka. 72 mana. 0772 93 40 43. Qiziqqanlar bo'lsa adres karavonning o'zida ekan. Bozoringizni bersin aka. Mana buqalar. Mana savdo qilayotgan yeridan. Qaysi biri savdo bo'layotgan? Qancha? Qancha bo'ldi aka? Bunaqa qancha? 91 ming so'm buni. Uzunisiga. Bunisiga 84 ming so'm savdo bo'ladi. Barakasini bersin. Mana qiziyotgan yeridan. Bozoringizni bersin. Qancha olib ketdi bunimiz? 78 ming so'm. Bozoringizni bersin. Puli qancha bo'ldi puli aka? 85 kami bor. Kami bor. Bozor qancha suradi? 76. Bozoringizni bersin aka. Qanchadan to'poqda? 85 dan kami bor. Krasavchik. Erkak to'poqda 85 ming so'mdan kami bor variantda. Hozir ona urg'achilarga kiramiz. Qaysi biri savdo bo'ladi? Bular Jeffrey. Ona o'zi savdo bo'ladi. Qaysi birini? Ona narxini. Sarqashqa. Kelib turing mana, men ko'rgizay. Mana Sarqashqaning oldidagi buqa. Savdo bo'ladi. Toy qanchadan bo'ldi aka? Hozir toy qancha bo'ldi? Ey akam, toy qancha bo'ldi? Qanchadan? 80 ming so'mdan kami bor ekan mana. Sotilyapti. Mana sol joqdagisi zo'r ekan. Assalomu alaykum. Wow! Bo'laveradi, Jeep kompaniyon Jeep zo'rlardan bor. Mana savdo bo'lyapti hozir. Mana shu buqa. Hozir ko'ramiz qancha savdo bo'lsa. Puli qancha olib ketdi puli? 75 berdingiz. Barakasini bersin buna. Bozorda, karavon bozori. Qizira turgan ekan buni asl bo'ldi ekan. Buna qancha olib ketdi? Puli. Berilmedi. 83 ming so'mga berilyapti buna. Jelka sog'i. Bozoringizni bersin. 47 ming so'mga sotildi buna to'rpoq. Urg'achi to'rpoq ketdi. Buna mayda to'rpoqlar. Buqa qancha bo'ldi buqa aka? Qanchaga beriladi aka? Sherigi menen 250 ga. 250 ga ikkitasi berilyapti. Bundan sherigi bor ekan da. Barakasini bersin. Bo'ldi. Qancha bo'ldi to'rpoq unka? 56 krasavchik. 56 ming so'mga. Baraka berildi mana. Mana qancha olib ketdi aka? Puli. Bo'ldi to'rpoqda. 57,5 ming so'm mana shu to'rpoq. Eti zo'r ekan biroq yaxshi. Aka qancha bo'ldi mol? Bo'ldi. Bo'ldi. Ona olinib tur hozir bilamiz puli qancha bo'ladi. Egasi orqadadek bo'ldi. Mana shu buqani bilaylik, buqani. Aka buqa qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. 162 ming so'm. Boqqan ha? Barakasini bersin aka, yaxshi. Tikkan narsa ekan biroq 162 ming so'mga sotildi buna. Jelkalari qo'ng'ir buqa ekan, Amazon. Kuchli buqa bo'ladi. Barakasini bersin. G'unajin bozori o'ta qizyotadi. Ana semiz g'unajinlarga bitiramiz. Aka o'tib ketsak nima Assalomu alaykum. Ona. G'unajinlaringiz qanchadan? Assalomu alaykum. 60 dan kami bor deydi. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Bo'ldi akam, 60 ming so'mdan kami bor variantida mana. Barakasini bersin. 5 tasi, ha? Mana.
Bir kilo ha başlı var. Müyüzleri ham bir kaşkalar dağı var orada. Pazarınızı versin. Assalomu alaykum. Ona Kızıl Alaq magazin soda bol otat. Qancha bo'ldi puli aka? 68 ming so'm savdo qilayotgan yeri mana. 68 savdo bo'layotadi mana. Barakasini bersin. O'zi. Nasıl? Qaysi biri savdo bo'layotadi? Mana shu? Mana u? Qaysi bunalar savdo bo'layotadi? Qancha? Deb yomon bo'lsa ketgan ular. Qancha bo'layotadi aka? Assalomu alaykum. Puli. Egasi biletda. Qancha beradi aka? Shu bola yaxshi. Hozir mana bitta tortaylik aka. Mana savdo bo'layotadi? Qancha? 77 ming so'm savdo qilayotgan yeri mana. Realni savdo bo'layotadi 77 ga. No, ola qancha olib ketdi ola aka? Bola kelsa tanib qolsangiz ayting. Kelgan matkadan. Qancha bertasiz aka? 65 ming so'm. Qilayotgan yeridan mana. 65 ming so'mga beriladi. Mana. No, qora ola. Barakasini bersin. Semiz zo'r g'unojinlardan bor. Qancha olib ketdi bu g'unojin aka puli? 100. Kamu bor. Bozor qancha so'radi? 100 ming so'm kamu bor ekan. Puli qancha puli? 170 ming so'm qisir variantida uzr aka. 170 ming so'm. Barakasini bersin. Bozor qancha so'radi bozor? 45. 145 ga beriliyor qo'yibdi. Barakasini bersin. Qanchadan bo'lib ketdi buni azinlar aka? Puldori. 75 ming, 100 ming, 130 ming so'mdan mana barakasini bersin. Qanday bozor qizyapti. Televerester karavan mol bozori qizyotgan yerlaridan. Oğlum sarı Şotlandiya'nın oğlu.